Birini texnikanın bir gapi var. Birini halkım deydi o. Birini halkım. Mana Malbazordagi sexga keldik, Janibek akaning sexina. Toza joylaringiz bo'lsa, domlaringiz bo'lsa, garajlaringiz bo'lsa, libboy aqua eshik oynalarinizni vannalaringizga ishlab beramiz. Buni shu raqamlarga murojaat etsanglar, Janibek akama tushasizlar. Keyingi aytajak gapim shu yoshlarimizga bo'ladi-da. Hunar öğrenemen degan yigitlar bo'lsa, Janibek akaning sexina kelib hunarlarni öğrensanglar bo'ladi. Qo'llaridan kelgancha öğretadi hunarlarni. Bekar yurmang, sayoq yurmang, bir hunarli bo'ling deb aytadir-da endi. Foydam tegsin elime, kunime deb. Mana shunday aqua eshiklar, aynalarda ishlab beramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat etaverasizlar. Ko'nglingizdagidek etib, ishlab, oborib, ustanobga yetib, zakonni yetib, ishlarini shamollar o'tib turgan bo'lsa, shamol o'tmaydigan etib ishlab beramiz. Bu aynalar parlamaydi. Qaragan tunisdan bor, qalini yuqasi hammasidan bor. Bu